Endi sizlar bilan birinchi tip gipersezuvchanlikda umumiy ma'noda simptomlarga to'xtalib o'tamiz. Ana shu birinchi tip gipersezuvchanlikda hozirroq aytdik. Ba'zi bir allergenlarga nisbatan semiz hujayralardan yoki bazofillardan juda ko'p nimalar dedik, mediatorlarda degranulyatsiya qiladi, ajratadi dedik. Misol uchun shu mediatorlarga eng ko'plari gistamin, prostaglandinlar yoki leykotrienlar bo'lishi mumkin. Aynan shu mediatorlar asosan ta'sir ko'rsatadigan to'qimalar bu teriga ta'sir ko'rsatishi mumkin, respirator traktga ta'sir ko'rsatishi mumkin, ko'zga ta'sir ko'rsatishi mumkin, gastrointestinal traktga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozir aytayotgan har bitta mediatorlarimiz alohida har bitta funksiyasiga to'xtalib o'tamiz. Ular qanaqa ta'sir ko'rsatadi, qanday mexanizmga ega, bular ko'rib o'tamiz. Hozir umumiy ko'rinishlarini aytib o'tib ketamiz. Birozdan keyin to'xtalamiz hali. Misol uchun terida ana shu mediatorlar toshmalarga sabab bo'lishi mumkin. Mana bunaqa, ya'ni allergiya ta'sirida kelib chiqadigan toshmalarga sabab bo'lishi mumkin. Qizarish shunaqa toshmalarga sabab bo'ladi. Respirator traktda bo'lsa, rinitga sabab bo'lishi mumkin. Burun shilliq qavatlarning yallig'lanishiga yoki astmaga sabab bo'lishi mumkin. O'sha bronx muskullarini spazm hisobiga xirillab yaxshi nafas ololmay qoladi. Bundan tashqari ko'zda konjunktивitga sabab bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibsizlar. Konjunktивitlarga sabab bo'lishi mumkin. Gastrointestinal traktda bo'lsa, diareyalarga sabab bo'lishi mumkin. Endi birinchi tip gipersezuvchanlikni asosan ikkita guruhga bo'lib olishadi. Atopiy turi bo'ladi, anafilaksis turi bo'ladi. Dastlab sizlar bilan atopiy turiga to'xtalamiz. Hali mnemonikada ham bor edi, atopiy anafilaksis deganmiz. Atopiy turi bu mahalliy gipersezuvchanlik uchun genetik moyillik hisoblanadi. Ya'ni mahalliy sohada bo'ladi, ko'proq nasldan naslga o'tadi bu. Misol uchun ota onasida allergik riniti bo'ladigan bo'lsa, bolalarga ham o'tadi va hokazo shunaqa narsani aytadi. Nasldan naslga o'tib ketadi bu. Misol uchun astma bo'lishi mumkin. Ko'proq bu yerda bronx muskullari spazm hisobiga kelib chiqadi yoki penisilin antibiotiklarga nisbatan allergiya yoki mavsumiy allergiyalar, allergik rinit yoki allergik konjunktивitlar yoki yer yong'oqqa nisbatan allergiyalar bo'lishi mumkin shu bolalarda. Bular ko'proq mahalliy sohalarda bo'ladi. Ya'ni hozirroq aytdik, mahalliy gipersezuvchanlik uchun genetik moyillik. Lekin bu yerda misol uchun penisilin antibiotikga nisbatan allergiyada ana shu terida bo'ladi, ko'proq toshmalar bo'lishi mumkin, qichishishlar bo'lishi mumkin, qizarishlar bo'lishi mumkin. Lekin jiddiy holatlarda anafilaksis holatiga ham o'tib ketishi mumkin. Ya'ni misol uchun ba'zi birlarga misol penisilin antibiotikga nisbatan faqat atopiy turi bo'ladi, mahalliy sohada bo'ladi degan narsa noto'g'ri. Anafilaksis bo'lishi ham mumkin. Anafilaksis o'zi nima? Anafilaksis bu sistemik tipi gipersezuvchanlik reaksiyasi. Ya'ni qon sirkulyatsiyasiga tushib sistemik bo'lib ketadi, butun tanaga tarqab ketadi. Sistemik tipi nima? Atopiy bo'lsa mahalliy tipi edi. Mahalliy soha uchun gipersezuvchanlikka moyillik edi. Anafilaksida bo'lsa sistemik gipersezuvchanlik reaksiyasi bo'ladi. Bunda nima bo'lishi mumkin? Bunda ham qichish bo'lishi mumkin. Bunda butun tanaga diffuz toshmalar toshib ketadi yoki eritemalar bo'lib ketadi, qon quyilishlar bo'lib ketishi mumkin. Respirator traktga ta'sir ko'rsatadi, bronxokonstriksiyaga sabab bo'lishi mumkin, bronx muskullari spazmiga sabab bo'lishi mumkin. Hozir ko'ramiz bularni qanaqa kelib chiqishini. Yoki misol uchun xirillashlarga sabab bo'lishi mumkin, hoarseness deydi. Bu o'sha laringeal hiqildoqdagi nimalar, shishlar hisobiga, edemalar hisobiga, angiodemada ham ko'rdik, xuddi shunaqa nafas yo'llarini shish hisobiga hamma shu nafas yo'llari torayib qolib, asfiksiya holatlari kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari ugumitinga sabab bo'lishi mumkin, diareyaga sabab bo'lishi mumkin, gastrointestinal traktga ta'sir ko'rsatadi. Umumiy sistemaga tarqab ketyapti bu yerda. Bundan tashqari krempus bo'lishi mumkin. Krempus nima? Mana shu diareya ta'sirida kelib chiqadigan qorindagi og'riq. Oldingi nimada ham darsda ham aytdim shekilli, diareya bo'lganda yoki qusgan paytda motorika kuchayadi, gastrointestinal traktdagi muskullar spazm hisobiga ana shu yerdagi nervlar eziladi, shuning hisobiga qorinda og'riq holati kelib chiqishi mumkin. Endi bu yerga yozmabmiz. Bundan tashqari ana shu neyromediator deyman, mediatorlar, gistamin, prostaglandin, leykotrienlar va hokazolar qon tomirlarini kengaytirib bosimni tushirib yuboradi. Bosim tushib ketadi, gipotenziya holati kuzatiladi, oxir oqibat shokka va o'limga olib kelishi mumkin. Misol uchun anafilaksiska yaqqol misol anafilaktik shok. Buni videosi bor, uni batafsil tashab qo'yaman. Mexanizmlariga asoslangan holatda o'sha GQ-enos tipida ishlovchi mediatorlarning ishlanishida batafsil tushuntirganmiz. Ana shu joyda mexanizmlarigacha ko'rib olasizlar, qanday qilib bu holat kelib chiqishini. Endi bu anafilaksis holatda davolash uchun asosan epinefrin beriladi. Nima uchun epinefrin beriladi?
sababi qaranglar, bu yerda anafilaksis holatda bemorning o'limiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy belgilar bular ana shu bronxokonstriksiya, asfiksiyaga sabab bo'lishi mumkin yoki ana shu laringeal ishish hisobiga yoki ana shu hiqildoqda ishishi, nafas yo'llarini ishishi, havo o'tkazmasligi hisobiga bo'lishi mumkin bu yerda. Yoki hozir aytdim, gipotenziya hisobiga bo'lishi mumkin. Haddan tashqari bosim tushib ketishi shokka sabab bo'ladi, bu keyinchalik o'limga olib ketishi mumkin, olib kelishi mumkin. Endi bu anafilaksis holatda biz asosan simptomatik davo qilamiz. Ya'ni mana shu simptomlarning o'limga sabab bo'lishini oldini olib simptomlarni yo'q qilishimiz kerak. Shu simptomlarni yo'q qilib turadigan bo'lsak, yaxshi biz immun hujayralarimiz ana shu tushgan allergenni nima qiladi? Yo'q qilgandan keyin bu simptomlar sekin orqasiga qaytadi. Ana shu antigenlar yo'q bo'lgungacha, biz immun hujayralarimiz yo'q bo'lgungacha biz bu bemorning simptomlarini yo'q qilishimiz kerak. Ana shu simptomlarni yo'q qilish uchun epinefrin ishlatiladi. Birinchi o'rinda anafilaktik shokda yoki boshqa anafilaksis holatlarda epinefrin ishlatiladi. Nimaga epinefrin ishlatiladi? Hozirda aytdim, o'limiga sabab bo'lishi bronxokonstriksiya hisobiga bo'lishi mumkin, gipotenziya hisobiga bo'lishi mumkin dedik. Asosiysi u qichishishlardan o'lmaydi odam. Asosiy shu hisobiga o'ladi. Endi biz epinefrin beradigan bo'lsak, bronx silliq muskullarida beta-2 adrenal retseptorlar bo'ladi. Uni epinefrin qo'zg'atish natijasida bronx muskullari bo'shashadi, konstriksiyasi yo'qoladi. Konstriksiyasi yo'qolish natijasida bemor nafas olishi yengillashadi. Bu bir. Ikkinchisi, epinefrin qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi. Qon tomirlarida alfa-1 adrenal retseptorlar bor. Ularni qo'zg'atish natijasida qon tomirlari qisqaradi. Qon tomirlari qisqarish natijasida gipotenziya yo'qoladi. Undan tashqari shu qon tomirlarida o'tkazuvchanligi yo'qoladi. Shu qisqarish hisobiga, o'tkazuvchanligining yo'qolish hisobiga shishlar ham yo'qoladi bu bemorda. Misol uchun aytdik-ku, laringeal shishib ketadi dedik, hiqildoqlar shishib ketadi va hokazo dedik. Mana shularda shishi ham yo'qoladi. Shuni hisobiga biz birinchi o'rinda epinefrin beramiz. Birdaniga epinefrin hayotiga xavf soluvchi simptomlarni bittada yo'qotganligi uchun birinchi o'rinda epinefrin ishlatiladi. Uni mexanizmini video tashlab qo'yaman, ana shu joyda ko'rib olasizlar. Endi simptomlar kechishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Erta simptomlari bo'ladi hamda kechki simptomlari bo'ladi. Dastlab sizlarni erta simptomlarini ko'rib chiqamiz. Bular minutlar ichida sodir bo'ladi. Ya'ni ana shu ikkinchi marta allergen tushgan paytda minutlar ichida sodir bo'ladi. Shu allergen bilan semiz hujayralarida membranasidagi immunoglobulin E molekulasi allergen bilan bog'lanadi va minutlar ichida o'zining tarkibidagi mediatorlar degranulyatsiya qilib tashlaydi. Mana shu degranulyatsiya qilgan mediatorlari erta simptomlarga sabab bo'lishi mumkin. Endi bular degranulyatsiya qiladiganlar hozirda ko'rdik. Gistamin qon tomirlarini kengaytirib yuboradi, buni ko'ramiz. Triptazalar bo'ladi. Bu triptazani aniq mexanizmi to'liq o'rganilmagan, shunchaki semiz hujayrani aktivlanishining markeri hisoblanadi. Ya'ni triptazalar ko'proq semiz hujayralardan ishlab chiqariladi. Triptaza mavjudmi, demak gistaminlar aktivatsiyasi kuchayib ketgan degan marker belgini bildirib beradi xolos o'ziga. Bundan tashqari shu anafilaksis jarayonlarida ham ahamiyatga ega, lekin to'liq o'rganilmagan. Bundan tashqari ishlab chiqarish mumkin leykotrinlar hamda prostaglandinlar. Bular sabab bo'ladigan simptomlar shishga sabab bo'lishi mumkin, qizarishga sabab bo'lishi mumkin yoki qichishishga sabab bo'lishi mumkin. Qichishishga sabab bo'ladigan asosan nima edi? Bizda gistamin bor, uni eslab qo'yinglar. Gistamin shu qichishishga sabab bo'ladi. Shuning uchun allergiyada qichishishni yo'qotish uchun antigistamin preparatlari beriladi. Kechki simptomlari nima bo'lishi mumkin? Kechki simptomlari ko'proq soatlar ichida sodir bo'ladi. O'sha 6 soat taxminan primерно shu 6 soat atrofida yoki undan keyin sodir bo'lishi mumkin. Bunda hemokinlar ishlab chiqariladi ana shu yallig'lanish sohasidan. Yallig'lanish sohasiga keyin nima boshqa immun hujayralar jalb qilinadi. Misol uchun neytrofillar bo'lishi mumkin, eozinofillar bo'lishi mumkin va hokazo. Ana shu yallig'lanish sohasi yoki to'qimalar zararlanish kuzatiladi yallig'lanish jarayonida. Va mana shu kechki simptomlari oxirida mana shu yallig'lanish bartaraf etiladi. Nimani hisobiga? Shu 6 soatdan keyin примерно yoki cho'zilib ketishi mumkin. Sekin-sekin ana shu allergiyalar yo'q qilinadi organizmdan. Chunki u yerga neytrofillar, eozinofillar yoki boshqa immun hujayralar yetib boradi. Bu immun hujayralar allergiyalarni yo'qotadi yoki ana shu zararlangan to'qima hujayralarni tozalab tashlaydi, yo'q qilinadi. Keyin sekin-sekin ana shu bemor o'zining holatiga keladi. Mana shu holatigacha bizning immun hujayralarimiz allergeni yo'q qilguncha biz nima qilamiz? Simptomatik davolab turamiz. Shu hayotiga xavf soluvchi belgilarni oldini olish uchun simptomatik davolab turamiz. Keyin biz immun hujayralarimiz allergenni yo'q qilgandan keyin o'zidan o'zi bemor sekin holati yaxshilanishni boshlaydi.
Demak, endi sizlar bilan ana shu mediatorlarga boya gaplashgan mediatorlarimizga to'xtalib o'tamiz. Misol uchun boya aytdik, qichishishga sabab bo'ladi dedik, shishishga sabab bo'ladi dedik, tanada toshmalar toshib ketadi dedik, gipotenziya bo'ladi dedik, bronxokonstriksiya bo'ladi va hokazo dedik. Mana shu hamma simptomiga ana shu bazofillardan yoki asosan semiz hujayralardan ishlab chiqariladigan mediatorlar sabab bo'ladi. Endi shu mediatorlarning har bittasining ta'siriga bir chekkadan to'xtalib o'tamiz. Dastlab sizlar bilan gistamindan boshlaymiz. Eng asosiy mediatorlar bular gistaminlar o'zi, leykotrinlar, prostaglandinlar hamda tromboksinlar hisoblanadi. Qolganlari ham bor. Ularning vazifalarini o'qib qo'yasizlar. Mana shu prezentatsiyada bor. Asosan shularga to'xtalamiz birinchi. Demak, gistaminlarning vazifasi qon tomirlarini kengaytiradi. Bu haqida video tashlab qo'yaman dedim hozir sizlarga. Batafsil tushuntirib o'tirishim shart emas. Gistamin qon tomirlar endotelisida GQ-enos tipida gistamin retseptorlari mavjud. H1 gistamin retseptorlari mavjud. Ana shu GQ-enos tipida ishlovchi gistamin retseptorlarini gistamin qo'zg'atish natijasida qon tomirlari kengayadi. Bu bosimni tushishiga sabab bo'ladi. O'tkazuvchanlik oshib ketadi, mana venulalarda o'tkazuvchanlik oshib ketadi. Mana shu o'tkazish shishga sabab bo'ladi. Tushunarligi? Gistamin qon tomirini kengaytiradi, o'tkazuvchanlikni oshiradi, bu shishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bronx silliq muskullarida gistaminning birinchi tip GQ-enos emas, GQ tipida ishlovchi retseptorlari mavjud. Mana shu retseptorlar bronxospazmga sabab bo'ladi. Shuning hisobiga asfiksiya holati kuzatilishi mumkin bemorlarda yoki hokazo holatlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta vazifasini aytdim. Gistamin nimaga sabab bo'ladi dedim? Qichishishga sabab bo'ladi dedim. Ana shu qichish simptomini yo'qotish uchun antigistamin preparatlari buyuriladi. Endi leykotrinlar, prostaglandinlar, tromboksinlar arahidon kislotadan hosil bo'ladi. Dastlab shu arahidon kislotadan qanday qilib bular hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Buni bilib qo'yganinglar muhim. Keyin har bittasining vazifasiga to'xtalib o'tamiz. Boshladik. Ana endi ekazanoidlardan sintezlanadi. Bu ekazanoidlarga kiradi. Buni biokimiyada ko'rasizlar. Qanday qilib sintezlanadi? Hujayra membranasi fosfolipidlardan iborat bo'ladi. 2 qavat fosfolipiddan iborat bo'ladi. Fosfolipidni qaranglar, bosh qismi bo'ladi, ikkita oyoqchasi bo'ladi. Bu bosh qismi glitserin molekulasidan tashkil topgan bo'ladi. Oyoqchalari bo'lsa yog' kislotalaridan iborat bo'ladi. Mana shu yog' kislotalardan bittasi ko'pincha ikkinchi, ya'ni glitserin molekulasini ikkinchi uglerodida bo'ladi arahidon kislota. Mana shu arahidon kislotadan bizda ana shu prostaglandinlar, leykotrinlar hosil bo'ladi. Qanday qilib ana shu yallig'lanish proseslarida fosfolipaza A2 aktivlashadi. Mana shu fosfolipaza A2 mana shu fosfolipiddagi arahidon kislotani uzib oladi. Ya'ni glitserin bilan ana shu yog' kislota bog'langan bog'ni uzadi. Natijada arahidon kislota ajralib chiqadi. Mana shu ajralib chiqqan arahidon kislota ikki xil yo'lga kirib ketadi keyinchalik. SOG yo'li deydi yoki sikloksigenaza yo'li. Bu yoqda yozmabmiz, log yo'li deydi. Lipoksigenaza yo'li mavjud bo'ladi. Sikloksigenaza yo'lidan dastlab shu arahidon kislotadan prostaglandin H2 hosil bo'ladi. Bu oraliq mahsulot hisoblanadi. Keyinchalik bu parchalanib ketish natijasida prostaglandin E2, prostacyclin yoki prostaglandin E2 yoki tromboksinlar hosil bo'ladi. Log yo'lidan bo'lsa leykotrin A4 hosil bo'ladi. Bu ham xuddi prostaglandin H2 kabi oraliq modda hisoblanadi. Bu ham keyin parchalanib ketish natijasida leykotrin B4, C4, D4 hamda E4 larni hosil qiladi. Bu yerda endi arahidon kislotani strukturasi keltirilyapti, unchalik muhim emas. Muhimi bularni bilib qo'yganlar muhim. Chunki bu yallig'lanish jarayonlarida ham, patologiyada ham juda ko'p gapiriladi bu. Biz ham bir qator takrorlab o'tib ketdik-da. Endi ana shu mediatorlar vazifasiga to'xtalamiz. Asosiylar bu yerdan prostaglandin E2, prostaglandin D2, leykotrin C4, D4 hamda leykotrin B4. Bu yerdan prostaglandin E2 ning vazifasi qizarishga sabab bo'ladi, qon tomirlarini kengaytiradi, o'tkazuvchanligini oshiradi, shuning hisobiga edema kelib chiqadi. Gistaminiki bilan bir xil. Gipotalamusga ta'sir ko'rsatadi, feverga sabab bo'ladi, ya'ni istimaga sabab bo'ladi. Buni sizlar bilan nimada ham gaplashdik, tug'ma immuniteti gaplashganda ham gaplashdik. Interleykin 1, 6 tumor nekroz faktor alfa gipotalamusga ta'sir ko'rsatadi. Ana shu gipotalamusdagi hujayralardan prostaglandin E2 sintezini oshiradi deb gaplashgandik. Prostaglandin E2 qanday sintezlanishini ko'rdinglar. Xuddi shu prostaglandin E2 set pointni nima qiladi? Ko'tarib qo'yadi, shuning hisobiga fever isitma kelib chiqadi yoki og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Endi bu og'riqqa sabab ko'proq bu yerda shish bo'ladi, edema sabab bo'ladi, nervlarni ezish hisobiga. Yoki prostaglandin E2 ham adashmasam o'zi ham og'riqqa sabab bo'lishi mumkin. Og'riq retseptorlarning qitiqlashishi og'riq simptomini keltirib chiqarishi mumkin. Prostaglandin D2 ning vazifasi nima? Bronxokonstriksiyaga sabab bo'ladi yoki eozinofillarda infiltratsiyasiga sabab bo'ladi. Ana shu eozinofillarda jalb qilib berish vazifasini bu ham bajarishi mumkin.
Bundan tashqari leykotriesator D4 vazifasi ko'proq qon tomirlarida vazodilatatsiya hisoblanadi. Eslab qolinglar buni. Bronxlarda bo'lsa bronxokonstriksiyaga sabab bo'ladi. Chunki bularning retseptorlari bronxlarda G2 proteinli bo'ladi. Endi leykotrin B4 vazifasi neytrofillarda yoki eozinofillarda yallig'lanish joyiga chaqirib berish vazifasini bajaradi. Buni sizlar bilan ko'rdik oldingi darslarda ham. Endi boshqa mediatorlar bor. Bularning vazifalariga o'zingizlar to'xtalib qo'yasizlar. Bu yerda o'qib chiqish shart emas. Shunchaki bularni yodlab qo'yasizlar. Endi qaranglar, bu yerda tuzalish prosessini tushuntirib ketganmiz. Ya'ni ana shu neyromediatorlar ishlab chiqarildi. Neyromediator deyman, tilim o'rganib qoldi shunga. Mediatorlar ishlab chiqarildi. Mana shu mediatorlar turli xil simptomlarga sabab bo'ldi, hozir ko'rdik. Bundan tashqari ana shu yallig'lanish sohasiga boshqa immun hujayralarni jalb qilib berdi. Mana shu jalb qilingan immun hujayralar yallig'lanish jarayonidagi ana shu allergenlarni yoki zararlangan to'qma hujayralarni, zararlangan bizdagi sog'lom immun hujayralarimiz hammasini yo'q qiladi. Yo'q qilgandan keyin simptom orqaga qaytadi dedik, belgilar orqaga qaytadi dedik. Ana shu yallig'lanish sohasidagi zararlangan qismlarda yoki patogenlarda, antigenlarda yoki allergenlarda yoki o'lgan immun hujayralarni tozalash vazifasini bizda boshqa makrofaglar va hokazo hujayralar bajaradi dedik. Bular qanday qilib bajaradi? Fagositoz qilish orqali. Bularni ko'rdik, bunga to'xtalish shart emas, ko'rib qo'yasizlar. Bundan tashqari komplement sistemaga bog'liq holatda parchalanish bo'lishi mumkin. Asosan G bilan M deyapmiz. Buni ham ko'rdinglar. Bundan tashqari antitanaga bog'liq holatda ana shu yallig'lanish sohasidagi hamma zararlangan qismlar yo'q qilinadi, keyin simptomlar sekin-sekin nima qilinadi? Orqaga qaytishni boshlaydi.